Assalomu alaykum. YouTube ahli yine gipsa bloklarımız tayyor bo'ldi. Satılmağa tayyor bo'ldi. Yine acayip bo'ldi, lekin appoq bo'lib, qo'l kelmaydigan darajada katta sifatida zo'r. Toshni chiqqan, yana xudo xolasa 13 ming so'mdan satıp turibmiz. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Yine shu yo'llarni yukledik yine. Yine 13 ming so'mdan. Elimde peragorot yiyimiz var yine. 12 santimetrelik, bu 9 ming so'mdan. Yine maşın. Şalaka bloklarımız. Sen ver, seni YouTube'da çıkarayım mı? YouTube'da çıkarayım mı seni? Yani 5 ming so'mdan satıp turibmiz. 5 ming so'mdan dastavkasi bilan. Sifatida zo'r. 21 kilo chiqadi, 3 teshikli. Qalinligi 3,5 santimetr yine. Masaya yüklep turibdilar. Maşin. Eshiklarni açıp turibdilar. Yine gipsa blok yuklaydilar. 13 ming so'mdan. O'zlarimiz ijdan olib Navoiyga. Yine 1100 dana, 1120 dana aldı. Birisi joy solyotir ekan. Yine ikkilanchi partiyamiz xudo xolasa tamom bo'la keldi. Kimga kerak bo'lsa telefon nomerlarini aytib o'tamiz. 97 bilan 606 33 55 ga telefon qilaverasizlar. Yine benden ham akşam 70 tane birov oldi bir tuvaletga. Maşallah xizmat bo'lsa aytaverasizlar, xudo xolasa. Matsa kelgan, meni hozir bloqqa tushib keldilar. Endi reklamaga